Odamni qo'rqitmagan. O'zlaydimi? Tabila qaysi kinoda bachim. Sizni birna bo'lib qoldingmi? Yuragimni yorvording-ku mana. Ham qilasizmi? Meni ham yuragimni yorvordingiz. Если что, agar men yordamga kelmaganimda, Tog'ajon eshikni ochgan bo'lardilar. Keyin bom etib, hammamiz portlab ketardik. Nechta prochim men ham mendani qutqarib qoldim. Men xaloskorman. Qanaqa xaloskor? O'rgildim sandagi xaloskordan. Bunaqasi bo'lgandan bo'lmagani yaxshi. Sizchi haligi seriallarni ko'rib-chi, Mahmud tomiz ketib qopti. Men sizga necha marotaba tayinlagandim. Bu ish qilmaydi. Meni o'rnim bormi bu uyda? Shunaqa qildingizmi? Quloq solmadingizmi? Xafa bo'ldim. Men bilan gaplashmang. Ababozan. Ana, oyimni xafa qilding. Nima qilib bo'lmasa? 7 ta kam xaloskor. Aybini yurdi, eshikni oldida qoravirga o'tirgan. Tushundingmi? Menmi? Ha. Xo'p bo'ladi. Ketibdi sani. Posta endi va. Voy. Joy qo'yadi. Joy qo'yadi. Voy, biram, oyoqlarim og'riyapti. Voy, tavba qildim, bu joylar menga to'g'ri kelmaydi, xotin, kampir, joylar to'g'ri kelmaydi. Voy, astag'firullah, meni to'yga olib kelib, haligi o'ligimni olib ketmasang mayli edi. Xudo asrasin, topgan gapingizni qarang. Shu ham gap bo'ldimi, a? Menga qarang. Undan ko'ra ochiq-oydin uyimga ketkim kelyapti deng qo'ying. Shaharliklar peshingacha uxlaydi ekan. Hammasi uxlayapti. Ay, gapimni eshiting. Qattiqroq gapiraymi? Qulog'ingiz og'ir bo'lsa, uyg'onganmi, turganmi, qatdan bilasiz. Men yerda ilon qimirlasam sezaman. Mana. Pastda ilon qimiryapti. Ana. Ey, qanaqa ilon? Axir biz 8-qavatda bo'lsak, pastda qo'shnilar. Ilonmi sha topgan gapingizni qarang. Nega kulyapsan, kampir? Men pastdagi qavatda aytyapman. 1-qavatdami? Otasi. Qarang, agar ilon 1-qavatdan odam ko'targishdan chiqsin, keyin bizni uyimizga kelib yaqinlashsin. Ana o'shanda gapirasiz. Qanaqa ilon? Odam ko'targish deysanmi? Lift degan. Shunaqa lift. Lekinchi, menga qarang. O'sha liftchi juda ham yaxshi ekan. Menga qarang, o'zimizni tepada yashaydigan uyimizga o'shanaqa lift o'rnatsangchi, o'zi liftga tushishi bilasizmi, boboy? Sen meni kim deb o'ylayapsan, ha? Men hamma narsani tushunaman. Bildingmi? Qani, yur. Senga hozir Toshkentning tongini ko'rsataman. Yur, qani, hozir pastga tushaylik, hamma narsani bilib olasan. Yura qol. Yura qol. Nega ochilmayapti? Ochdik-ku, nega ochilmayapti? Oldiga bomba tashab ketishgan, bomba deyapman-ku. Bomba? Nima edi? Bomba? Aytib-ku, bunga bir bola bo'lgan deb, biz hammamiz o'lib ketamizmi? Agar bu yerda bomba bo'lsa, tezroq ko'chaga ketishimiz kerak. Xotin ketdik. Ketdik. To'xtang! Eshikni ochmang! Mahima. O'g'lim, o'rtaga kelish kerak edi. Shuni adash uchun hazil qildim. Hazil degan. Hazil. To'g'risini aytsam, oyijon. Maxsus xizmatdagilar har doim kech kelishgan. Kinoda ko'rganman. Ular kelguncha biz allaqachon bombada portlab ketamiz. Shundoq ekan, o'lim oldi bir-birimizni aldamasdan yomon gapirmasak yaxshi bo'lardi. Qosh qora, ko'zi qora